Salom egizlar va oqto'ylilar. Bugungi videomizda biza top YouTube bilan eski videolarga qo'yamiz va ularni qachon olingani va unga necha yil bo'lgani, ya'ni xullas ketdi. Bolalar biza aylantirdik. Bu yerda esa bizaga Kemchel Grinch Aslanboy yaxshi Aslanboy. Biza ketdi yana bir. Aslanboy 4 yil oldin chiqqan eng eski videosi va Frozen bilan o'ynagan. U Aslanboy 60 FPS o'ynagan. Lekin grafikasi eng past, ya'ni smozga qo'yilib o'ynagan, bilingan bu, adashmasam. Frozen esa 90 FPS degan. Aslanboy birinchi videosi dedim, o'zi Aslanboy dedimda bilmanimcha, yana bilmadim. Buni old o'yinchilar tushunadi. Frozen bilan Aslanboy o'ynagan. Shotni bilmadim, chunki shot bekitilgan yoki shu xatolikmi yana bilmadim. Bolalar, mana biz o'sha keldik yana chaqiragimizga va bizga kim tushadi bu safar? Lapar Davron. Yana bir oldi bo'lsa kerak. Yana bilmadim, Lapar Davron oldi deb o'ylayman. Unda ketdik. Lapar Davron 2 yil oldin birinchi videosini qo'ygan ekan va bunda o'zi qo'ymagan, Kapajonmi? Niklari shunda o'sha kishining nimasidan, o'sha streamlardan bilmadim. Qo'yganlar va xullas birinchi videoda shu urganlarni shotga qo'yganlar, so'ngra esa ikkinchi videolar bu open case bo'lgan. Faqat o'zi kavak tushganini qo'ydim. U uzun katta video bo'lardi. Javob 18 ketdik. Bular Javob 18 eng eski videosini biz qo'yamiz hozir. Javob 18 eng eski videosi vlog ekan. Vlog, ya'ni senator Danjev SP kamerasi bilan dachaga borgan videosi. Birinchi videoga vlog yomon emas va buzib va videoni ko'rishlaringiz mumkin o'zingiz. Javob 18 kanaliga kirsangiz eng oxirgi nimaga kirsangiz shu videoga mana shu vlog ko'rishingiz mumkin. Xullas ketdi yana albatta. Barbanni bosamiz va bu yerdan bizga kardinal tushdi. Endi o'tmaydi. Bo'ldi. Hozir kardinalning eng eski videosiga qaytamiz. Kardinalning eng eski videosi bu. To'pga bir lobby o'ynagan, endi qizlar bilan, yigitlar bilan bilmadim. Birinchi shotda ular bir shot olyapti, u yerda esa kardinal, ya'ni ularni yengmoqda desam bo'ladi yoki hiblayapti. Karochi kardinal old payti ham 24 ga kuchli o'ynagan menimcha. Lekin oldingi bilan hozirgina ancha farqi bor. Biz endi Baravanga qaytamiz. Baravanimiz ketdi va bizga bu safar tushadi, ultra tushadi bu safar. Ultrani esa biz eng eski videosini ko'ramiz, ketdik. Ultrani eng eski videosi o'zining videosi emas ekan, adashmasam, yana bilmadim. Hikmat Gamer degan kimdir. Bu ham adashmasam 2 yil oldin, yo'q 2 yil oldin qo'yilgan, adashmasam. 2 yil oldin qo'yilgan video. Xullas bunga prosta bu video Eranglida o'ynalgan. Bilmadim nima yo'nalish bo'yicha. Prosta o'tkazganman bu yerda, nimadir bormi deb o'zi. Prosta Erangli o'ynagan, lekin sezonligini bilganim yo'q hozir. Ham Asemon, adashmasa 2.3 yanglashdi Asemon. Men u payt o'ynamaganman. Ketdik, yana bitta bosdik barabanni. Bularning hammasini hozir ko'ramiz. Suba. Hozir Subaning eng eski videosini ko'ramiz biz. Subaning eng eski videosi bu ko'pchilik bilsa kerak, men biladim, lekin uni bug topgan. Xullas shu orqadan olov chiqib turadigan bug qilib qayta qilsa-da, almashtirib qilsa orqadan paydo bo'lib qoladi. Hozir yo'q. Qilsa paydo bo'larkan. Va mana paydo bo'ldi o'zi. Paydo bo'ladi. Bu hozir olib tashlangan bo'lishi kerak, yana bilmadim. Va keys yana bitta bosdik, ya'ni barabanimizda. Bu safar Grinch tushdi, adashmasam. Grinch tushdi, bo'ldi. Grinch eng eski videosini ko'ramiz biz. Shu hozir ko'p chiqqanlarimizdan eng yaxshi video Grinch deb o'ylayman, chunki
Dizayn jihatdan ham zo'r. O'z videoni ko'ring, Gunsh't eng birinchi videosini. Yoki yana bilmadim. Mana bu yoqqa qo'ysak mana. Baglarni qilganman bu yerda. Xullas Gavinchga respekt, sizlarga esa perfect. Videoni ko'rgan bo'lsangiz shu joygacha like bosing, obuna bo'ling. Biz videoni tugatganimizga hali bolalar. So'roqcha nima deyishlaringiz mumkin? Va bu manidim va mani birinchi videom. O'zi mani ikkita videom bor. Birinchi videomni ko'rib like va обязательно nima qoldi o'zi? Komment yozib qo'ying. Xullas